Sohibjon Boboyev, birinchi variant, 4-masala. Vodorod sulfid kislorod bilan reaksiyaga kirishib, demak X moddani va suvni hosil qilyapti. Reaksiya bo'yicha bosimni 2 marta oshirganda reaksiya tezligi 32 marta ortgan bo'lsa, X ni aniqlang. Demak, reaksiyani yozib oladigan bo'lsak, H2 S kislorod bilan reaksiyaga kirishyapti. Bizga X modda hosil bo'lib, plus suv H2. Ushbu reaksiya bo'yicha bosimni 2 marta oshiradigan bo'lsam, reaksiya tezligi 32 marta ortish kerak ekan. Xo'sh, demak, bu joyda oltin gugurt bo'lgan. Kislorodlarim ham teng emas. Ya'ni tarkibida kislorod ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Vodorodim lekin teng turibdi hozircha. Bosimni demak oshiradigan bo'lsam, 2 marta oshirsam, demak men bu joyda 2 ni birinchi darajasi desam, plus ko'paytirilgan 2 ning x-inchi darajasi, bu ham x-inchi darajasi bo'lyapti. Hozir bilmaymiz. Bittasini x, bittasi y deyishim kerak. Baribir ikkalasini koeffitsiyenti bir xil bo'lmagan-ku. Bosimni demak 2 marta oshirganimda 2 ning x-inchi darajasi, buni bilmayman, ko'paytirilgan 2 ning y-inchi darajasi bo'ladi-da. Chiqish kerak ekan 32. Buni bunaqa qilib ishlash ozgina muammo bo'ladi. Men bu javoblardan ketib o'rniga qo'yib ishlaganingiz ma'qulroq, ya'ni o'rniga qo'ysa osonroq chiqadi bu masala. Shunda o'rniga qo'yadigan bo'lsangiz qaysi biri? Men bu masalani oldin bir ishlagan edim. SO2 ya'ni oltin gugurt to'roksidi chiqqan. Oldin ham o'rniga qo'yish usulidan foydalangan edim. O'rniga qo'yib ko'rsangiz vaqtdan ko'proq yutasiz. Tekshirib ko'rishingiz kerak. 32 marta oshadimi yoki oshmaydimi? 32 marta oshadigan bo'lsa, demak siz masalani to'g'ri ishlagansiz. Bu joyga 2 qo'ysam, mana bu joyga 2 qo'yadigan bo'lsam, oltin gugurtlarim tenglashdi, kislorodim. Va men bu joyga ham 2 qo'yishim kerak. Vodorodlarim ham tenglashdi. Bu tarafda kislorodlarim 4 ta, 6 ta bo'ldi. Men bu joyga 3 qo'yishim kerak. Demak 2 ning 2-chi darajasi ko'paytirilgan 2 ning 3-chi darajasi. 2 ning 5-chi darajasi degani, demak 32 marta degani. 2 ning 5-chi darajasi 32 bo'ladi. 2 ning 5-chi darajasi 32 bo'ladigan bo'lsa, bu joyda xo'p, buni matematik yechim qilsak ham bo'lar ekan. Ya'ni 2 ning nechinchi darajasi, demak 32 deydigan bo'lsam, mana bu joyda x ni bilmayman. Xo'p, 2 ning 5-chi darajasi bo'lishi kerak. Va menga mana bu x bilan y qo'shilganda, y qo'shilmasi menga 5 ni berish kerak. Mana bu joyda demak bittasida 2 bo'lishi kerak, bittasida 3 bo'lishi kerak deyman-da. Mana bu joydan baribir javoblarga qarab taxmin qilishim kerak bo'ladi. Shunda men bu joyga 2 yoki men bu joyga 3 qo'ysangiz, reaksiya qanday tenglashadi? Bu joyga 3 qo'yadigan bo'lsangiz, men bu joyga ham 3 qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yoqqa keyin 2 qo'yib tenglashsiz, tenglashtirmay qoladi u. Xullas, 2 ning 5-chi darajasi ekanligini shu yerdan bilib olib, buni bittasida 2, bittasida 3 bo'lishi kerak. Qaysi biriga to'g'ri keladi, bari javoblarga qarashingiz kerak bo'lar ekan. Javob shunda D bo'ladi.